Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysi yerlerdeki qeyrindaşlar. Mening ismim Mehmet Imen. Men burun vatanda 8 yıl doktor bo'lgan. Amerikaga 1999 yılı Amerikaga kelgandan buyon men Amerikada tibbiy tadqiqot bilan shug'ullanyapman. Men hamda boshqalarga sog'liqni saqlash munosabatli ba'zi uchurlarni yezish, yetkazish maqsadida o'zimning bir sog'lom bo'ling degan bir blogimni ichib, uningda ba'zi sog'liqni saqlash tibbiy uchurlarni uzluksiz yetkazib kelayotgan bo'lsammi, biroq buningki ko'rish doirasi biroz cheklik. Yaqinqi bir 2 yildan buyon biz WhatsApp gruppalarda shu tibbiy jihatdagi yana sog'lomlik jihatda maslahat berish gruppasini qurib, uningda ba'zi qarindoshlarniki savollariga javob berib kelgan bo'lsamu, lekin buningki tarqalish doirasini cheklik bo'lgan. Shu sababdan men shu o'zimning bilganlarimni texmi ko'p qarindoshlarga yetkazib, qarindoshlarga sog'liqni saqlash jihatda, tibbiy savodlar jihatda ba'zi uchurlarni yetkazish maqsadida bu YouTube'da bu kanalni açtım. Buningdan keyin men vaqtimning yetishicha shu tibbiy jihatdagi sog'liqni saqlash jihatdagi ba'zi uchurlarni so'zlab do'stlar bilan hambarlashaman. Andan boshqa shu hozirgi vaziyat bilan mos holda sog'lomlik jihatdagi qiziq nuqtalar to'g'risida o'zimning egalgan uchurlarimni so'zlab do'stlarga yetkazaman. Agarda do'stlarningki sog'liqni saqlash jihatida so'raydigan savollari bo'lib qolsa yoki shu hozir mavjud bo'lib turayotgan ba'zi sog'lomlikqa oid qiziq nuqtalarda savollar bo'lsa, menga har xil vositalar orqali yetkazsa bo'ladi. Men ko'pchilikningki qiziqqan nuqtalarga asosan o'zimning bilganlarimni, agar bilmaydigan yerlarim bo'lsa, shu munosabatlik uchurlarni izlab do'stlarga yetkazishga tirishman. Do'stlarningki bu jihatda o'zaro qo'llab-quvvatlashini, andan keyin shu bizningki millatimizningki sog'liqni saqlash, sog'lomlikqa oid uchur xabarlardan texmi yaxshi xabar tepish uchun o'rtaq tirishchanlik ko'rishni umid qilaman. Hammanglarga rahmat.